Jinoyat ishlari bo'yicha Zarafshon shahar sudi, fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlar aro sudi hamda Zarafshon tumanlar aro iqtisodiy sudi raislari tomonidan Zarafshon shahar 12-sonli jazoni ijro etish koloniyasida yangi qabul qilingan qonunlarning mazmun mohiyati va korrupsiya jinoyati uchun qonunchiligimizda nazarda tutilgan jazo choralari mavzusida targ'ibot tadbiri tashkil etildi. Endi shu haqda Tadbirda O'zbekiston Respublikasining sud qarorlarining qonuniyligi, asosligi va adolatliligini tekshirish tartibi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining jinoyat protsessual, fuqarolik protsessual va iqtisodiy protsessual kodekslarga kiritilgan o'zgartirishlarning mazmun mohiyati va ularni amaliyotda qo'llash yuzasidan tushuntirishlar berildi. Ushbu qonunlarni hayotga tatbiq etishdan asosiy maqsad sud qarorlaridan norozi bo'lgan tarafning sud qarori ustidan shikoyat qilish huquqidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish ekanligi aytib o'tildi. O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvardagi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuniga asosan qonuniylik, fuqarolik huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi, ochiqlik va shaffoflik, tizimlilik, davlat va fuqarolik jamiyatining hamkorligi, korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlar ustuvorligi hamda javobgarlikning muqarrarligi korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy prinsiplari hisoblanadi. Tadbirda ta'kidlanganidek, qonunda pora olish, berish va pora olish, berishda vositachilik qilganlik uchun Jinoyat kodeksining 210, 211 va 212-moddalarida jinoiy javobgarlik, mazkur jinoyatni sodir etganlarga nisbatan sodir etilgan qilmishning tavsiflanishiga qarab ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Zarafshon shahar sudini ajrimaga ko'ra bir guruh mahkumlar, ya'ni 22 nafar mahkumimiz manzil koloniyaga o'tash uchun jazo muddatini o'tash uchun belgilangan bo'lsa, 3 nafar mahkumimiz yengillashtirish saqlash sharoitiga o'tkazilib, jazosi yengilroq bilan almashtirildi. 4 nafar mahkumimiz jazoni o'tashdan shartli ravishda ozod etildi. Shuningdek, targ'ibot tadbiridan so'ng jinoyat ishlari bo'yicha Zarafshon shahar sudi tomonidan jazoni ijro etish koloniyasida jazoni o'tayotgan jami 18 nafar mahkumlarga nisbatan koloniya ma'muriyatining Jinoyat kodeksining 73-74-moddalari hamda Jinoyat ijroiya kodeksining 113-moddasi bilan sudga kiritilgan taqdimnomalar yuzasidan sayyor sud majlisi o'tkazilib, bir nafar mahkum tuzalish yo'liga o'tgani hisobga olinib, jazodan muddatidan ilgari shartli ozod qilindi. Shuningdek, qolgan 17 nafar mahkumlarning jazosi yengilrog'i bilan almashtirildi.